Lekin hurmatli kuzatuvchilarimiz, hammaga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Xudo xolasa mana yangi obyektimizga keldik, Chirchiq shahridagi. Bu yerga mana shu termopanellar qiladigan bo'ldik. Mana uyda holati. Uyimizga suvoqlari bo'lgan ekan uyimizda. Travertinga tayyor holatda ekan, travertin qildirmoqchi ekan. Lekin fikrlari o'zgarib qoldi, chunki bu yil qishni ko'rdilar, qor ko'p yog'di. Uyda isitish ancha qimmatga tushyapti, chunki gazda tokda narxi oshib ketdi, limitlar qo'yib, shuning uchun energiya tejamkor uyda isitishga, yozda sovutishga oson bo'ladigan mana shu termopanellarimizni tanlashibdi. Bu termopanellarimiz bu oldingilardan farq qiladi, yangi chiqdi. Bunday oq miramirga o'xshagan, shunday yaltirab turadi. Paskalariga qarang, buni ko'rasizlar, paskalari ham boshqacha bir ajoyib holatda. Arkasi mana pokey bo'ladi, 3 sm, 1 sm, 1,5 sm qalinlikdagi tosh bo'ladi. Juda ham sifatli mahsulot. Agar kimda-kim uyini mana shunday termopanel bilan remont qilmoqchi bo'lsa yoki travertin xizmati bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqib olasizlar. Mana shu joyda nomerlarimizni qoldiramiz. Hammaga rahmat.